Salom, men Madinaman va men siz bilan diabetga qarshi kurashish uslubingizni butunlay o'zgartira oladigan sirni baham ko'rish uchun keldim. Inqilobiy diabet davosi. Birinchidan, shuni ta'kidlashni istardimki, bu boshqa davolash usuli emas, balki butun dunyo bo'ylab hayotni o'zgartiradigan haqiqiy inqilob. Tasavvur qilinga, sog'ligingiz ustidan nazoratni tiklay olasiz va diabetning doimiy tashvishidan ozod bo'lasiz. Diabetik bilan bu butunlay mumkin. Bu shunchaki vaqtinchalik davolash emas, balki hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydigan uzoq muddatli natijalarga ega bo'lgan to'liq yechim. Diabetik nimasi bilan o'ziga xos? Qandli diabet belgilarini davolashdan tashqari, kasallikning asosiy sabablarini yo'q qiladi, yaxlit va samarali yondashuvni taklif qiladi. U tibbiy mutaxassislar tomonidan sinchkovlik bilan sinovdan o'tgan va tasdiqlangan bo'lib, sog'ligingiz uchun eng yaxshi yordam ko'rsatilishini ta'minlaydi. Ammo diabetik muvaffaqiyatining siri mana shu, u nafaqat qandli diabetni davolaydi, balki yurak-qon tomir kasalliklari va boshqa sog'liq muammolarini ham oldini oladi. Bu kasallik tomonidan qo'yilgan cheklovlardan xoli to'liq va faol hayot kechirishingizni ta'minlaydi. Qandli diabet hayotingizning shartlarini belgilashiga yo'l qo'ymang. Diabetik yordamida siz kasallik qo'ygan cheklovlarsiz nazoratni tiklab, to'liq yashashingiz mumkin. Rasmiy veb-saytga havola ushbu videoning tavsifida. Bu imkoniyatni boy bermang. Men diabetik son-sanoqsiz bemorlarga olib kelgan o'zgarishlarning guvohi bo'ldim va men sizga ham xuddi shunday imkoniyatni taqdim etish uchun shu yerdaman. Sog'lom va to'laqonli hayot sari ushbu sayohatda bizga qo'shiling. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur va men diabetik bilan erishadigan ajoyib natijalarni ko'rishni orzu